Assalomu alaykum, Ekorancho kuzatuvchilari. Bugun 15-mart 2025-yil. Ro'za Ramazon oylarining 15-kuni. Xo'p, obunachilarimiz kuzatib borishadi, ko'rishgan. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Videoni oxirigacha ko'rish tavsiya qilaman. Yangilikda bombasi. Indiyskiy beginoklarimiz sotiladi. 100% tuxum tug'yapti. 100% tuxum tug'ishyapti. 80 ta makyon, 20 ta xo'roz sotiladi. Ta makyon, 20 ta xo'roz. 80 ta tuxum beradi. Har kuni 80 ta tuxum beradi. Faqat bitta olaman degan odamga sotiladi. 100 tani bitta odam shuni optimiga olaman degan odamga sotiladi. Tuxumini 1,5 ming so'mdan sotilyapti bozorga. Uyda turib 2 ming so'mdan uy tuxumi deb sotsa bo'ladi. Tuxumini hidi xushi yo'q, noxush hid-xushlar yo'q. Katta hajmi shu qora tovuqni tuxumidaqa keladi tuxumi. Mana indiyskiy beginoklar 100% hammasi tuxum tug'yapti. Bulardan tuxumlarini inkubatorga bostirib, jo'jalarini ham ochirib chiqaryapmiz. Shunaqa biznes bilan shug'ullanaman deganlar bo'lsa, tayyor biznes. Buni olgandan keyin 1 oy boqib, 2 oy boqib, tuxum tug'ishini, tuxumga kirishini kutib o'tirmaysiz. Olib borishingizga tuxum tug'ishni boshlaydi. Telefon raqamlarimiz 91 882 0507. 91 882 0507. Joyimiz Farg'onada, Farg'ona shahrida o'zida. Dastavkamiz yo'q. Donasi 200 ming so'm, hammasi bitta sotiladi. Ekorancho kuzatuvchilari bu jo'jalari 40 ming so'mdan sotyapmiz. Bular 10 kunlik bo'lgani yo'q. Mana kattaga 34 kun bo'ldi. Mana shuni jo'jalarini inkubatorga bostirib, ochirib, bemalol sotib daromad qilsa bo'ladi. Mana bu 34 kunlik jo'ja. Shu onasiga, otasiga bo'yiga yetib qolgan boya. Bular mana 10 kunlik, 8 kunlik, 9 kunlik jo'jalar. Ekorancho kuzatuvchilari, shu inkubatordan 3 ta bor. 550 talik inkubator. Har 10 kunlik tuxumni 500 tani 1 oy davomida 3 ta inkubatorga tiqsa bo'ladi. Mana bemalol 5-10 kunda bular ham chiqishni boshlaydi. Kuzatishda davom etinglar. Shu inkubatordan 3 ta bor. 1,5 mingta 1 oyga 500 tadan 3 ga bo'lib 1,5 mingta tuxum bostirsa bo'ladi. 1650 ta ketadi. Kimdan ham shu biznesni boshlamoqchi bo'lgan bo'lsa, aloqaga chiqsin, ulgurib oladi. Tayyor biznes.